Xullas, gap o'zi nimada bo'lgan? Mendan bitta klientim bor, doimiy narsa oladilar-da. Keyin u kishi kosmetologga borganlar-da, lazerni shlifovka qildirganlar shekilli. Shu lazerni qanaqadir protsedura qildirganlar. Keyin o'sha yuzlari tuzalib bo'lganlaridan keyin qanaqa kosmetika ishlatadiganlar-da. Что menda koreyskiy kosmetika bor degan, shunaqa javob qaytarganlar-da. Keyin aytgan, hech bo'lmasa menikini ko'rib bera olasizmi? To'g'ri keladimi yoki yo'qmi deganda, mendagi kosmetikalarni tashlagan, yo'q, siznikiga to'g'ri kelmaydi, chunki sizniki kombinirованный koja deganda. Prosta meni bilasizlarmi, nima ham juda ham jahlimni chiqargan narsa bir og'iz o'zi bu nima, tarkibida nima bor yoki tarkibi qanaqa, mana shu uchun sen yuzingga to'g'ri kelmaydi, mana bunaqa qilmasang shuning uchun to'g'ri kelmaydi deganda u boshqa narsa bo'lardi-da. Lekin prям yo'q, bu narsa senga to'g'ri kelmaydi, chunki koreyaliklarning yuziga bizga mos emas, bizaniki Yevropaniki emas, sen Yevropa narsalarni olishing kerak. Bu hech qanaqa sabab bo'la olmaydi u narsa uchun. Agar Koreyaning narsalari koreyaliklar uchun maxsus chiqarilgan deydi, bunaqa mashhur bo'lmasdi. U marketing